Namangan shahrida Yangi O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy mahorat milliy tanlovining shahar bosqichiga tantanali start berildi. Respublika bo'ylab bir vaqtning o'zida boshlangan mazkur tanlov nafaqat yoshlarning kasbiy salohiyatini namoyon etish, balki mamlakatimizda mehnatkash, tashabbuskor va zamonaviy fikrlaydigan kadrlarni tarbiyalash yo'lidagi muhim amaliy qadam sifatida ham katta ahamiyat kasb etmoqda. Namangan shahridagi 3-sonli texnikumda boshlangan tanlovning ochilish marosimida mutasaddi tashkilotlar vakillari, soha mutaxassislari hamda ekspertlar ishtirok etdi. Ular dastlab ishtirokchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar, maxsus jihozlangan xonalar va amaliy jarayonlar bilan tanishib chiqdilar. Bu esa tanlovning yuqori saviyada, adolatli va shaffof tarzda tashkil etilganini ko'rsatadi. Mazkur tanlovda 16 yoshga to'lgan va 30 yoshdan oshmagan mahalla yoshlari, texnikum o'quvchilari hamda talabalar o'rtasida 10 ta kasb yo'nalishi bo'yicha o'tkazilmoqda. Xususan oshpazlik, santexnika, sartaroshlik, tikuvchilik kabi kundalik hayot va xizmat ko'rsatish sohasida muhim o'rin tutadigan yo'nalishlarda ishtirokchilar o'z mahoratini namoyon qilmoqda. Namangan shahar Kurashxona mahallasida ishtirok etibman. Birinchisiga sho'rva tayyorlaymiz, ikkinchisiga kotlet tayyorlaymiz. Yaxshi pishishiga, shu ham yaxshi chiqishiga e'tibor qaratibman. O'zim bilgan holda tayyorlab ko'raman. Xudo xolisa yaxshi chiqadi degan umiddaman. Maqsad birinchi yilini olish, keyin yana boshqa tanlovlarga chiqish maqsad. Men shu santexnik ish bilan ikkilanib shug'ullanib kelaman. Unitaz bilan rakovinani lohida etishgan, shuni biz jo'ja qo'yib o'rnatyapmiz. Soat vaqt berishgan, o'zi boshlaydi, boshlangandan yarim soat qoldi. Xudo xolisa tezroq qilish harakatdaman. Yangi O'zbekiston bunyodkorlari kasbiy mahorat milliy tanloviga viloyat bo'yicha 23 mingdan ortiq ishtirokchi ro'yxatdan o'tgan. Namangan shahar bosqichining o'zida esa qariyb 600 nafar yosh bilim va mahoratini sinovdan o'tkazmoqda. Bu raqamlar yoshlar orasida kasb-hunarga bo'lgan qiziqish tobora ortib borayotganini ko'rsatadi. Bugun biz Namangan viloyatimizda Yangi O'zbekiston bunyodkorlari ko'rik tanloviga start berildi. Bu nafaqat Namangan viloyatida, respublika bo'yicha start berildi. Davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan yoshlarimiz kasb-hunarga yanada qiziqishlarini orttirish va qolaversa egallagan kasb-hunarlarini malakali mutaxassislari bo'lishga asqotadi deb bilaman. Bu ko'rik tanlovi orqali yoshlarimizga katta mukofotlar qo'yilgan, tuman miqyosida, viloyat miqyosida, qolaversa O'zbekiston Respublikasi prezidentining sovriniga bular talabgor bo'lishadi. Davlatimiz rahbari aynan shu Yangi O'zbekiston bunyodkorlari tanlovi uchun 100 ming AQSh dollari Europa World Skills ko'rik tanlovida ishtirok etsa, albatta 100 ming AQSh dollarli mukofotga ega bo'lishadi. Yoshlarimizga bu yanada o'zlarining ustilarida ishlashga, tanlagan kasblarini yetuk mutaxassis bo'lishga undaydi. Tanlovning yana bir e'tiborli jihati g'oliblarga katta imkoniyatlar eshigi ochilishidir. Respublika bosqichida g'olib bo'lgan ishtirokchilar xalqaro World Skills chempionatida O'zbekiston sharafini himoya qilish imkonini, shu bilan birga ular O'zbekiston Respublikasi prezidenti sovrinini ham qo'lga kiritishadi. Mazkur tanlov yoshlarning faqat nazariy bilim, balki aniq kasb va hunar orqali hayotda munosib o'rin egallashiga xizmat qiladi. Ayniqsa mahalla yoshlarining keng jalb etilayotgani aholini bandlikka yo'naltirish, tadbirkorlik va mustaqil mehnat faoliyatini rag'batlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.